Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 8-mart, yakshanba 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Xo'p, bularning narxi bilan tanishamiz. Bular nech pul aka? 45 ming beryapmiz. Mana shular 45 ming so'mdan ekan pachkaga. Ha, pachka dona beraveramiz. Pachka dona narxi bir xil ekan. Materiali nima buni? Bambuk hibi. Bambuk hib ekan mana. Bu rasvetkalarimi shuni? Ha. Qayergacha? Mana shu birinchidan boshlanadi. Mana shu 5 ming setka. Mana birinchidan boshlanadi. Yaxshi. Kimda qanaqa fikri bo'lsa kommentariyaga yozaverasizlar. Naqa razmeri qanaqa aka bulardi? Standart. Bularga standart ekan. 48 dan 54 gacha tushadi. 48 dan 54 gacha tushaverar ekan. Bunaqa sonda tushadi. Mana pachkadagi holatlari. Xo'p, bularchi aka endi? Bular ham 45 ming. Bular ham 45 ming so'mdan. Dona pachka narxi bir xil-a? Bunaqa varag'ida. Doğrudur manamga. Xo'p. Materiali shu bu ham. Buniki ham bambuk hibi. Bambuk hib ekan, mana materiali. Jigarlar. Razmeri 48 50 52 bo'ladi. Bularning razmeri 48 50 52 ekan. Ha, yaxshi. Telefon nomeringiz necha aka? Nomerlari 90lik 150 92 00. 92 00 ga telefon qilaverasizlar, shular kerak bo'lsa. Xo'p, yaxshi.